Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun biz sizlar bilan oddiygina telefon orqali Binance birjasidan to'liq ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz. Buning uchun bizga Play Market ilovasi kerak bo'ladi. Play Market ilovasini telefonimizda topib olgandan so'ng Play Marketimizni ichiga kirib olamiz. Mana Play Market ilovasiga ham kirib oldik. Endi esa Binance ilovasini shu Play Market orqali Pusik, ya'ni qidiruv bo'limidan topib olamiz. Mana topib ham oldik. Endi esa Binance ilovasini yuklab olamiz telefonimizga. Ilovani telefonimizga yuklab bo'lguncha sizlar uchun yanada osonroq bo'lishi uchun описаниеga Binance silkasini qo'yib qo'yaman. Agar xohlasangiz shu yerdan kirib yuklab olishingiz ham mumkin. Ilovani telefoningizga o'rnatib olganingizdan so'ng Binance ilovasiga kirib olamiz. Ilovaga kirishimiz bilan bizga o'zingiz haqingizda gapirib bering deb savol chiqyapti. Bu yerda men kriptovalyuta sohasida yangiman yoki eski bo'lsangiz, u bilan shug'ullangan bo'lsangiz, men kripto bilan tanishman deb yozib kirishingiz mumkin. Men kriptovalyuta sohasida yangiman deb kiryapman, chunki sizlar yangi bo'lishingiz mumkin. Bu yerda telefon orqali yoki Gmail pochta yoki Telegram orqali kirishingiz mumkin. Ya'ni ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Sizlarga maslahat beraman, albatta Gmail orqali ro'yxatdan o'tishingizni, chunki telefon orqali ro'yxatdan o'tsangiz, telefon raqamingiz yo'qolib qolsa, eski ochilgan akkauntingizni tiklashga qiynalasiz. Nima uchun deb savol tug'ilishi mumkin? Chunki bu holatda SMS telefoningizni tiklatganingizdan so'ng raqamingizni yana shu eski akkauntingizga kiraman deganingizga SMS kelishi kechikishi mumkin. Ba'zi hollarda uzoqroq vaqtda, belgilangan vaqtdan uzoqroq bo'lib kechikishib qolishi mumkin. Shuning uchun sizlarga maslahat beraman, Gmail orqali ro'yxatdan o'tishingizni. Yana bir muhim narsa, Gmaildan ro'yxatdan o'tib turgan paytingizda unga qo'yilayotgan parolni judayam oddiy yoki qiyinroq qilib, esda qolarli qilib o'rnatishingizni tavsiya qilaman. Biz bo'lmasa boshladik. Ro'yxatdan o'tishni bosib, Gmail akkauntimizni tanlab olamiz va unga kirishdan oldin qabul qilish va ulashish degan tugmani bosamiz. Shu tugmani bosganimizdan so'ng Binance ilovasi bizni to'g'ridan to'g'ri verifikatsiya bo'limiga yo'naltiradi. Bu yerda keling shaxsingizni tasdiqlaymiz deb chiqmoqda. Yashash joyi O'zbekiston yoki sizlar agar boshqa joyda bo'lsangiz, Angliya, Amerika, Rossiya shunga o'xshash va hokazo shunaqa davlatlarni tanlab o'zingiz yashaydigan hozirda istiqomat qilayotgan davlatingizni tanlab olishingiz mumkin. So'ngra fuqaroligi, masalan, biz O'zbekiston fuqarosiman, O'zbekistonda turibdi, mana bu ham turaveradi. Keyingi bo'limda GSHR pasport yoki raqam bilan tasdiqlang deyapti. Pasportingizdagi 16 oylik raqam, GSHR raqamini ham o'rnatsangiz bo'ladi. Yoki pasport raqami degan joyni bosib, pasport seriya raqamingizni kiritishingiz kerak. Ushbu tartibda to'ldiriladi. Birinchi pasport raqamiga o'tkazib olib, AB o'zingizni pasport seriya raqamingizni kiritasiz bu yerga. Misol tariqasida ko'rsatib o'tyapman. Bu yerda to'ldirib bo'lganimizdan so'ng yuridik nomi, ya'ni endi pasportimizda qanday ism, familiya bo'lsa, xuddi shu holatda adashtirmay to'g'ri holatda yozamiz. Abdumaliko Abror yoki shunaqa deb misol tariqasida ko'rsatib o'tyapman sizlarga. Bu yerlarni to'ldirib bo'lganimizdan so'ng tug'ilganlik sanasi, qachon tug'ilgan bo'lsangiz shu kunlarni pasportda qanday ko'rsatilgan bo'lsa shu holatda yozib, to'ldirib kiritasiz danlilarni.
bularni kiritib bo'lganingizdan so'ng davom etish tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana bu oyna ochiladi. Hayotiylikni tekshiring deyapti. Bu degani yuzingizni skanerlab, sizni haqiqatdan shu inson ekanligingizni tasdiqlashi kerak. Va biz davom etish tugmasini bosamiz. Bu holatni bajarganimizdan so'ng bizga ushbu oyna chiqadi. Bu yerda tasdiqlash uchun yashash manzilingiz ma'lumotlarini to'g'ri kiriting deb oyna ochilyapti. To'liq manzil, shahar, pochta indeksi, qayerda istiqomat qilsangiz, qayerda yashasangiz, shu mintaqa. Masalan, Farg'ona bo'lsa Farg'ona, Toshkent bo'lsangiz Toshkent. Qayerda yashasangiz, xuddi shu joyni to'liq manzili bilan kiritasiz va pochta indeksiga ham e'tibor bering. Ushbu maydonni to'liq to'ldirib bo'lganimizdan so'ng davom etish tugmasini bossak, bizdan verifikatsiyadan muvaffaqiyatli o'tdingiz. Buncha vaqtda sizga tekshirib javob beramiz degan xabar keladi. Agar hozir men sizlarga misol uchun tushuntirib to'ldirib berganligim uchun menga hozir pasportingiz yoki tug'ilganlik haqidagi ma'lumotlaringiz to'g'ri kelmadi deb chiqarib berishi aniq bu. Shuning uchun sizlar albatta pasportingizda qanday ma'lumotlar yozilgan bo'lsa, xuddi shunday qilib kiritishingizni talab qilaman. Mana aytganimdek, shu oynani chiqarib berdi. Pasport raqamingizni, tug'ilgan kuningizni tasdiqlab bo'lmadi. Ularni haqiqiy ID hujjatlaringizda ko'rsatilgandek kiriting deb aytilmoqda. Qayta urinishni bosib, ushbu oynalarni qaytadan to'ldirib kelsak, albatta verifikatsiyadan o'tamiz. Sizlardan maksimal like, poddeshi kutib qolaman. Keyingi videolarimizda 1xbetga Binance orqali pul to'ldirish haqida ko'rsatib o'tamiz. Oldindan rahmat. Doim sog' salomat bo'linglar.